أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bizning bugungi darsimiz kitobimizning 3-qismi Al-Qavaid al-Usuliyya al-Lughawiyyaninki 5-qoidasi al-mushtarak va dilalatuhu. O'quvchilarimizga burundan deb o'tganimizdek biz kitobni cho'ng jihatdan 4 cho'ng turga bo'lib olgan. Birinchi qismida shar'iy dalillar, ya'ni ahkam manbalari haqida so'zladik. Ikkinchi turda, ikkinchi qismda ahkamlar haqida to'xtaldik. Uchinchi qismda tilga munosiblik usul qoidalar haqida. Demisam bizning shu 3-qismimizda o'qiyotgan mayli birinchi qoida turuqud dalala olsun yoki ikkinchi qoida mafhum muxolif olsun, uchinchi qoida vodihud dalala, ya'ni al-vodih ad-dilala olsun yoki to'rtinchi oldin saat o'qigan qoidamiz g'ayrul vodih ad-dilala olsun yoki bugun o'qimoqchi bo'lgan al-mushtarak va dilalatuhu olsun. Ondan keyingi ikki qoida 6-7 qoidalar, ya'ni al-am va dilalatuhu yoki al-xos va dilalatuhu degan qoidalar olsun. Hammasi obdan nazar tashlag'imizda til qoidalari. Amaliyotda munosabatlik til qoidalari bulam emas. Masalan, haqiqat majozning masalasi, masalan aqallisi, jumlalarning ma'no ifodalash masalasi, shu balog'atdagi ilmul ma'anidagi, ilmul bayondagi bütün ifodalarning hammasi amaliyotda bizning shu naslardan ahkamlarni suzib elish yoki naslarni tushunishda favqulodda alohida roli va muhim o'rin egallaydi. Ammo kitobimizda shu usul munosabatlik bakroq, gavdlikroq tarafini yoki munosabati cho'nqurroq tarafini yoki unda bo'lmaganda balog'at kitoblarida, nahviy kitoblarida so'zlanmaydigan yoki so'zlansimi qisqa so'zlanadigan usul kitoblarida bakroq ifodalik taraflari bak so'zlanadi. Amaliyot o'quvchilarimizga shuni eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Bir oyat yoki hadisdan yoki mana shu vaqtda cho'ngroq aytgan vaqtimizda naslarni tushunish, ahkamlarni to'g'ri elish uchun cho'qim grammatika, balog'at, anikin adabiyot masalan qatorliq tilga munosabatlik fanlar hammasi mukammal bo'lishi kerak. Bu kitobimizda kelganda bizga nisbatan bir mavzu shakllik, bir misol, namuna shakllik kelgan mazmunlar. Bugungi darsimizmi shu mazmunlarning birisi, ya'ni al-mushtarak va dilalatuhu. Undan keyingi mazmun al-lafzul am, masalan, undan keyingi mazmun al-lafzul xos. Ular hammasi bunda til nuqsatli tadqiqotlar. Til nuqsatli. Chunki bizning shu ilmdan ahkamlarning hammasi, ya'ni Qur'ondan yoki hadisdan olsun, biz naslar bilan tushunishdan boshqa, masalan, Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadislar bilan tafsir qilish, Qur'onni sahobalarning so'zlari, tushunchalari, tabiinlarning so'z tushunchalari, ijtihodlari bilan tafsir qilishdan hal qilgandan keyin bizning navbat nakilida desa, Qur'on hadisni til nuqtasida turib qana qilish, bahs qilish. Qur'on hadisni til nuqtasida turib tafsir qilish, til nuqtasida turib izohlash deb bosqichga kelamiz. Demak, mayli biz qanday shaklda tushunaylik, umuman bizningki shu naslarni tushunishdagi yetakchimiz yoki kirish eshigimiz yoki aniqroq degan vaqtda ochqichimiz, birdan-bir ochqichimiz nima? Til. Shunga mayli mufassir olsun yoki mujtahid olsun, hammasiga qo'yiladigan talab arab tilini qana qilish, bilish. Ham bizning hozirgi vaqtimizda arab tilini bilish desa, shu kayf haluk degandek masalan, masmukal karim degandek gaplar bunda faranglashish yoki arab til desa, dastlab bosqich o'tilayotgan bir kitob kallamizga keladi. Amaliyotda arab til bizga lozimlik arab til, Qur'on hadisini tushunishga lozimlik arab til, arab tilininki nahviylari, sarflari, balog'atlari, adabiyotlarini asos qilgan cho'nqur qatlamlarga qana qilish, kirish, cho'kish, arab tilining ichki qatlab, ichki mazmunlarini, sirlarini, nozik taraflarini bilish, mushnolan andan keyin arab tili ko'z tutadi. Amaliyotda bu Qur'oni Karimga mushu nuqtalar intayin cho'nqur singdirilgan, mushuna mazmunlar o'ziga oldirilgan
Şoňa bu kitapxanalarga barsak, masalan, İrabul Qur'anda tom kitaplarını görürüz. Masalan, Lataiful Qur'aniyye de, masalan, Qur'an'ın nemiş tilini okşutup tefsir kılınan materyallar intayin mu köp. Emniyette mu Qur'an-ı Kerim'ge yetip beriş için birden bir yol Arap tili. Şu an hazır ma bizning okup atkan kitabımızın 3. kısmı til qaidleri sanılı bolsun. Tilnin istiqra qıp algan, tilden yekilligen qaideler. Muşu qaideler Qur'an hadisden başqa yananda ma qaideler obda özletsiz. Yani ma o 6-7 bir qaide ebas. Bundan başqa men bayatın dedim nahvi, balagat, nurgun qaideler var. Neslen üçün ma'nıdan başqa qaideler ketidi o. Bunu öğrendiğinden keyin nesden başqa bizning ma Arab tili kitaplarımızda mı tushunchalarimizni favqulodda oshiradi. Bizga nisbatan Arab tilidan foydalanish yoki yozish yoki tarjima qilish degandek taraflarda alohida ahamiyat bo'ladi. Shuning uchun o'quvchilarimiz mazmunlarga alohida ahamiyat berish kerak. Yani bugungi mazmun 5-qoida al-mushtarak va dilalatu. Ya'ni so'zlarning ichidagi ko'p ma'nolik so'z. Albatta, oldingi soatda biz alohida eskartib o'tgan arab tilining bir alohidaligi bir tal, ya'ni bir dona so'zga köp ma'nilarni qanaqa qilish sig'dirish. Bu hamda boshqa tillardan bor. Masalan, Uyg'ur tilida bor, boshqa tillardan bor, lekin arab tilidagi ko'rinarlik emas deb o'ylayman hamda. Masalan, odatda bir so'zningki bir necha xil ma'nosi bor. Hatto ba'zi qomuslarda, ba'zi tadqiqot kitoblarida tilga olinishicha, eng yuqori bo'lganda bir so'zningki bir necha yuz deb mutaasaq bo'ladi hatto. Unda alohida ahvollarda masalan necha 10 ma'nosi bo'ladigan ahvollar bor. Ba'zi oyatlarda kelib qoladi, a ma'nosimi do yoki ma ma'nosimi do deydigan bir xillikqa bizga nima tushunish qiyin bo'lib qolgan ahvollar bo'lib qoladi. Yana ilgirki darslarimizga o'xshash avtor bugungi darsimizning umumiy xulosasini katakchi ichiga, ya'ni izohlama, xulosalama shaklda katakchi ichiga qanaqa qilib qo'ydi. Davatudu avtor إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك فإن كان مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي وجب حمله على المعنى الشرعي. Endi raqqa bunun tushunchasini boshlashdan ilgari biz menda bir nuqtani tushunish to'g'ri keladi. Islom kelishdan ilgari oldingi soatda azoq degan bu to'g'riliq. Nurg'un so'zlarning ijtimoiy jamiyatda qo'llanayotgan bir ma'nosi bor. Mayli lug'aviy shaklda qo'llanayotgan bo'lsin yoki urfiy shaklda qo'llanayotgan bo'lsin, bir qo'llanayotgan ma'nosi bor. Islom kelgandan keyin nurg'un yangi so'zlarni paydo qildi yoki qo'llanayotgan so'zlarga boshqacha ma'no urib qana qildi, buni qo'llandi. Masalan desak, namoz desak, bu islom kelishdan ilgari, namoz yo'l qo'yilishdan ilgari duo shaklida yo'l qo'yilgan bir so'z. Zakat desa, bo'g'izlash degan shaklda yo'l qo'yilgan so'z. Masalan, endi islom kelgandan keyin bularning har biriga ayrim ta'bir berdi. Namoz biz har kun o'qiydigan 5 vaqt alohida bir ibodat shakli. Haj desa, yilda bir qitim qiladigan bir xil mavsumliq ibodat shakli. Zakat desa, pul moldan turga o'xshamasligiga qarab o'xshamagan persentlardan ayiradigan bir xil ibodat, iqtisodiy ibodat shakli. Buni o'zining burun qo'llangan lug'at ma'nosidan yaqin kelmaydi bu. Ikkisi boshqa gap. Demak, endi islom kelgandan keyin nurg'un so'zlar aslidagi lug'at ma'nosi keyingi shar'iy ma'nosida ikki xil ma'no paydo bo'ldi. Endi ikki xil ma'no paydo bo'lgandan keyin shar'iy kitobga kelib qolsa, tabiiyki hech qanday dalil olmagan, dalildan xoli qolgan ahvol ostida shar'iy kitobga kelganlik uchun buni shar'iy ma'nosi berildi. Xuddi bunday gap. Hozir masalan nurg'un kasblar paydo bo'ldi dunyoda. Nurg'un yangiliklar paydo bo'ldi. Nurg'un so'zlarni biz ashnoga atalg'us sifatida ishlatdik. So'zlar asli boshqa ma'noda qo'llanilgan. Endi shu sohaga kirgan vaqtimizda shu so'z aslidagi lug'at ma'nosida qo'llanildi yoki shu sohada tayinlangan istilohiy kasbiy albatta tabiiyki istilohiy ma'nosida qo'llanildi. Şuna turda atıdı şer'i nesde lafzın müşterek kese. Yani şer'i nes degeni Kur'an hadisde lafzın müşterek degeni aslida o öz ma'nosida qo'llanayotgan keyin shariat kelgandan keyin Qur'on hadis tushgandan keyin Qur'on hadisda aslidagi ma'nodan g'ayri ma'noda ayrim xos ma'noda qo'llanilgan so'z bo'lib qolsa, lafz mushtarak deymiz-ku buni. Agar bu
lug'at ma'nosi bilan shar'iy islohiy ma'no o'tirib mushtarak bo'lib qolsa, xuddi namoz o'qish, kalon namoz o'qisanglar bo'ladi. Bunda bo'lib qolsa, bu so'zni shar'iy ma'nosiga hamla qilish opirish nima vojib? Nima ish qodisi biz hozir bahs qilayotgan shu so'zning ma'nosini deyotgan soha shar'iy soha. Tabiiyki, shu sohada shu sohaning atalgan ma'nosi qo'llanildi tabiiy. Agar bu so'z ikkidan ortiq lug'aviy ma'nosini o'tirdi, unda bunaqa shar'iy kasbiy manda shaklda emas. Normal bu so'z tayinlanishdan ikkidan ortiq ma'no tayinlangan. Oldimizga kelib qoldi. Shar'iy sohada emas yoki. Yoki shar'iy sohada bo'lsa-mu, ma'noning hozir qo'llanilgan yoki tayinlangan ma'nosi lug'aviy ma'nosga so'p qolsa, bu vaqtida shuni muayyanlashtiradigan bir dalil bilan ashu ma'nolarning birga hamla qilish. U vaqtida biz alaqama soha falan soat demaymiz. Chunki ikkili ma'no lug'aviy ma'no. Dalil ketadi. Alayda mazmundan birisi mushtarak so'zdan ikkili ma'nosini, ya'ni ko'p ma'nosini bıraklam. Chunki bu tayinlanishda ko'p ma'no tayinlangan bilan birla vaqtda ko'p ma'noni ifodalaydi. Shunga mushtarak haqida cho'ng 3 ta qoida bor. Bugungi darsda qiyin emas savoqlashlar. Birisi shar'iy, lug'aviy ma'noni o'tirida mushtarak bo'lib qolgan har qanday so'z bo'lib qolsa, bu shar'iy nasda kelgan vaqtida tabiiyki buni shar'iy ma'nosi iroda qiladi. Shar'iy ma'nosi. Chunki ma soha hozir bizlarga izohlaymiz, ma'no olamiz, davatgan soha shar'iy ma'no, shar'iy soha. Tabiiyki uni shar'iy ma'nosini qo'llanishdir. Illaki dalildan birisi kelib, asl lug'at ma'nosini qo'llanmoqchi shu o'rinda deb qolsa, u vaqt boshqa. Bu bir qoida. Bugungi darsning asosiy muhim qoidasi. Ikkinchisi, shar'iy nasda kelgan so'z bir qancha lug'aviy ma'no, shar'iy emas, lug'aviy ma'no bo'lib qolsa, ma'ni ma sohaga tavada deb digilmaydi. Chunki biz hozir tanlayotgan ma'nolarning hammasi lug'aviy ma'no. Buningga cho'qim shuni muayyanlashtiradigan, maqsadni oydinlashtiradigan nima ketadi? Dalil ketadi, dalil. Ya'ni dalilga qarab turib, ijtihod qilib turib ayiramiz. Üçüncü qoida, muhim qoidaning birisi, bir so'zdan ikkidan ortiq ma'nosi va mushtarak so'z bo'lib qolsa, mayli nima kelsin, shuning birisi maqsad qilinadi. Shu ikkisi birla holatda ikki ma'no maqsad qilinmaydi. Mushu 3 nuqta kallamlardan o'zsa, tushunilsa, bugungi darsning mazmuni tugagan bo'ladi. Qani, Abdur qanday tushuntirdi biz bir qarab boqaylik. Hazihil qoida al-khamisa والقاعدة السادسة والسابعة والقاعدتان السادسة والسابعة ما باشنجي قاعدة وكلدغان الآتيتان كلدغان 6 ve 7 iki قاعدة demek degandek 5. 6. 7. قاعدة degani bular şer'i neslerde ve yerli kanunlarda köp hallarda kelib qoladigan 3 elfazning bayoniga xos qoida. 3 elfaz degani mushtarak, am, xos. Chunki men bayatım dedim, tilda umumlashgan bir qoidalar bu. Her sahalada uchraydi. U olsa-mu al-lafzul mushtarak vel-lafzul am vel-lafzul xos. Ve ulardan her biri dalalat qiladigan, shar'iy bir narsa kelib qolsa, dalalat qiladigan mazmunning bayoni tuvandagi 3 qoidada, ya'ni 5. qoida, 6. qoida, 7. qoida inşallah bu mazmunlar so'zlanadi. Endi ma'ni jihatdan 3 so'zning o'tiridagi javharlik farq qiladi. Buni siz tushunisizlar. Mushtarak deganimiz o'xshamagan muhitda, bi'awda mutaaddada degan o'xshamagan muhitdagi, o'xshamagan tayinlanishda, o'xshamagan ma'noga tayinlanish. Demak, bir so'z bir qancha xil ma'noga ega. Masalan, sana degan so'zni desak, yil degan so'z hijriyaga tayinlangan, milodiyaga tayinlangan. Agar bir yerda manchinchi yili deb kelib qolsa, shuni muayyanlashtiradigan bir dalil olmagan ahvol ostida biz ikkisining birini dalil tepib tanlashga muhtoj bo'lamiz. Yet degan so'z kelsak, o'ng so'l ashkilasi yet, ma'miyat. O'ng qo'l niyat, so'l qo'l niyat masalan. Yet degan ibora mutlaq kelib qolsa, qaysi qo'l deydigan masalan endi bu misolda masalan al-qirsh desa, bu 10 tin yoki 5 tin degandek bunda bütün pulning parchasiga qartilib qancha bo'lib qolsa, masalan, ana ma'ni biz lafzan mushtarak deymiz. Undan boshqa ayn desa, ko'z desa, buning ko'z degan ma'nosimi bor, buloq degan ma'nosimi bor, ba'zi kitoblarda quyosh degan ma'nosimi kelib qoladi. Masalan, bular lafz mushtarak bo'ladi. Ammo am degan nima desa, am deganimiz bir ma'no degani ma'nisi bir. Lekin mush bir ma'no shu lafzda
cheklenmegen köplügen efratlarda tepilidi. Tahaqqaq degeni tepilidi. Masalan deyli Müslüman. Şu Müslüman degan bir ma'no var bu yer. Ammo şu Müslüman degan ma'no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 necha milliardgacha, necha milliardgacha hammani o'z ichiga oladi. Müslüman degan so'z. Masalan, ma'am. Gerçi ular reallikda cheklik bo'lsinmi? Ya'ni onunki lug'at teyilinish ahvoli bilan afrodlardan sonning cheklik bir sonni dalolat qilmaydigini, bunun cheki yo'qmi? Amning nimasi yo'q, cheki yo'q. Dairada to'xtatib qolmaydi, mancha ancha deb. Müslümanning tahtiga yer sharining ustidagi, zaminning ustidagi barliq musulmonlar kirib ketadi. Buni ma'am. Faqat bu am mush afrodlarning hammani o'z ichiga 50 qidalolat qiladi, xuddi talaba deganlarga o'xshash. O'quvchilar desa, mushu o'quvchilar degan ma'no tepiladigan, yoki haqiqiy afrodlardagi tepiladigan ma'noning hammani ifodalaydi. G'ayri mahsurin, cheklanmasdan, bir doiraga xoslanmasdan, ularning hammani o'z yashmali hammani o'z ichiga. Masalan, o'quvchilar desa, zamin ustida o'qiyotgan barliq o'quvchilarning hammasi o'quvchi deganga bir o'quv, bir ma'no. Bir ma'no, lekin bu bir ma'no o'quvchiligi bo'lsa, hammani qanaqa qildi o'z ichiga oladi. Ya'ni talaba deganlarga o'xshash bu so'z deydi. Cheksiz bo'lgan afrodlarda tepiladigan bir ma'noni dalolat qiladi ma'noga va bu cheksiz afrodlarning hammani biroqlan o'z ichiga oladi. Ma'u amning ifodasi ismli bo'lsin. Mushtarak ko'p ma'no. Lekin bir sirada qilinadi. Ya ma'u ya au. Am bir ma'no, lekin bir ma'no ko'p afrodlarning hammani o'z ichiga oladi. Anaga xos degan nima desa, bu tabiiyki xos bir so'zki bir fard yoki cheklik bir nech afrodda tepiladigan ma'noga tayyorlangan muayyan shakldagi. Muhammad bir odam bu. Talib bir o'quvchi. At-tullabul 10 o'quvchi 10 dan sart emas. Demak, shu so'zning ma'nosi bir doirada to'xtasa hasılıdı. Meyli birlik olsun, köplük olsun. Malaka hataçılık kalmağına has degan birlik degan gap emas cuma. Birlik olsun, köp olsun, bir dairede lam to'xtasa bas. Niyete celde mesela. 100 to'qmoq hasılıdı o. Çünkü to'qmoq darri yoki jaza 100 lamda 100 dairesi to'xtaydi. Uyg'ur o'quvchi has. O'quvchi am. O'quvchilar desa am. Lekin Uyg'ur o'quvchilar desa, Uyg'ur o'quvchilar doirasiga bir xosligidir. Nega xos deymiz? Mencha tushuninglar deyman. Endi bizning bugungi darsimiz am emas, xos emas, mushtarak. Anda o'sha mushtarakdan kelayli ishtiroklik, fal ishtirok, ya'ni so'zdinki ko'p ma'nolik bo'lib ketishi. Labzi o'xshamagan tayinlangan ma'nolarning ko'p bo'lishi bilan amillishi paydo bo'ladi degani bir so'z birla vaqtda deganimiz shu so'z tayinlangan vaqtida. Yoki so'zning qomusini aqtarsak, so'zning qomuslik ma'nosi ma'noni ifodalaydi. Bir qancha xil so'zni ifodalaydi ekan. Birla vaqtda emas, aniqmishlasi bo'ladi ekan. Masalan, Uyg'ur tilida desak, sir desak. Sir degan so'z odamning sirg'ini ishlatiladi. Odamning sirg'a, maxfiyatchiligi. Yana birisi tamsirlaydigan sirlarga ishlatiladi. O'xshash, yezilishdan tortib o'xshash, ahanggacha o'xshash. Ba'zi so'zlar bor Uyg'ur tilida, ahang farqasimi, yezilishi o'xshash. O tog' tarafni ko'rsatib turib, ot dedi. Mush jumladagi ot qaysi xil ma'no ifodalaydi? Agar bir qichib ketgan otning gipi o'tgan bo'lsa, bir otning ifodasi bo'ladi. Agar bu jangal to'p qolsa, dushmanni ko'rsatib ot degan bo'ladi, masalan. Chiroyli bir otma ism, ot ismdagi ism masalan. Bunda so'zlar intayin ko'p. O'zi bir labzi, lekin o'xshamagan bir necha xil ma'nolarga tayinlangan. Ma'nolarga tayinlangan degani shu ma'nolar bor. Ammo bu jumlada shuning birisi. Cho'qim birisi. Men cho'qim siringizni obdan saqlayman. Mush jumlada qaysi xil ma'no? Agar men bir tamsilaydigan sirchi ustamning sirini omonat olgan, omonat egiz bo'lib qolsam, uning tamsilaydigan sirisi bo'ladi. Menga maxfiyatchiligini davatqadan bo'lib qolsa, uning omonat maxfiyatchilik bo'ladi. Mushu bir jumlaning o'zida ikki ma'no tangrada qilinmaydi. Ya avlulu ya ma'vlulu. Tog' tarafga qarab turib, ot dedi.
Agar bu jang maydoni bo'lib qolsa, shu dushmanga qarab o'qat degan ma'no ifodalansa, bir eti yutib ketgan, qashib ketgan odam etini izlayotgan odam bo'lib qolsa, otni ko'rsatayotgan bir ifoda bo'ladi. Hargiz bir jumlada ikki xil ma'no teng kelmaydi. Buni ma'lum lafz ishtirok qiladi. An umumlik degan nima desa, lafzningki şu ma'no to'g'ri keladigan afrodlarning hammasini cheklamasdan, min g'ayri hasr degani cheklamasdan shu ma'no to'g'ri keladigan butun afrodlarning hammasini o'z ichiga bir lafzdan chiqqan ma'no bir ishtirokda qaytayotimiz ishtirokda ko'p ma'no bor. Lekin bir jumlada bir ma'no iroda qilinadi. Umumda ma'no bir, lekin shu ma'no apog'ildiganligi ya'ni hammani jumlada o'z ichiga oladi. O'quvchilar desa, şu o'quvchilar degan ma'no o'sha o'quvchilarning ostiga kiralaydiganligi turlarning hammani to'liq o'z ichiga oladi. Mana ma'no ismi nima umum bo'ladi. Endi xususlik degan nima desa, so'zningki ma'lum bir shaxs, bir odam, muayyan bir tur yoki bir hukm yoki shuningga to'g'ri keladigan shumul emas, keng ko'lamlik emas, min g'ayri shumul, keng ko'lamlik o'z ichiga olmasdan shuningga to'g'ri shu ma'no to'g'ri keladigan cheklik afrodlar, doiralik hukmni ifodalaydigan lafzningki doiralik hukmga afrodlarga yoki fartlarga bo'lgan dalolat bilan am paydo bo'ladi. Xususlik degan ma'no. Ana uni xuloslasak, xusus bir fert yoki doiralik fartlar. Umum bir ma'no ko'p afrodlarni o'z ichiga oladi. Ana ishtiroklik ko'p ma'no, ko'p xil. Diqqat qilsanglar, ishtirokning oxirisida bi avdo mutaaddada da bir gap bor. Ya'ni ko'p ma'no, ko'p o'rinda degan gapcha u. Ya'ni birla jumlada ko'p ma'no hamma iroda qilolmaydi. Balki bir so'zning ko'p ma'nosi bor, lekin ko'p ma'no bir o'rinda chiqa olmaydi. Ko'p o'rinda. Ma jumlada boshqa, a jumlada boshqa, a jumlada boshqa, ma jumlada boshqa. Bir jumlada ikki ma'noni tang iroda qilolmaydi. Ya ani, ya ma'ni. Birini tanlaymiz-da mushtarakda. Andoğanı müşterek vaqtda biz bir xulosa etsek, şu lafz müşterekning umumiy xulosasini etsek, fal lafzul mushtarak lafz deganimiz va huwa u bo'lsa-mu ma'udi'a li ma'nayn aw akthar. Ikkidan ortiq ma'no tayinlangan. Ikkidan ortiq ma'nosi bor. Bi awda mutaaddada. Ko'p o'rinda yoki ko'p tayinlanishlarda degani ikkidan ortiq ma'noni birla vaqt ifodalaydi, balki ko'p vaqtlarda. Yadullu ala ma wudi'a lahu o'zi tayinlangan shu ma'noga ala sabilil badal almishish yo'lida ifodalaydi-ki, ma'ni ifodalasa ana emas, ani ifodalasa ma'ni emas. Ya ani, ya ma'ni. Yani ya ma'nani ifodalaydi, yadullu ala hadal ma'na yoki aw zak yoki a ma'nani ifodalaydi. Birla vaqtda ikki ma'noni tang ifodalamaydi. Masalan, ayn degan lafzga o'xshash lug'atda lil basiraga tayinlangan ko'zga tayinlandi, ko'z. Yoki chiqib turgan suvning buluqig'imi tayinlandi, su buluqi. Jasusqimi tayinlandi, buning uch xil ma'nosi bor. Lekin kelgan jumlada yo ko'z bo'ladi, yo jasus bo'ladi, yo buloq bo'ladi. Men bir ayndin su ustum desa, cho'qim buloq bo'ladi. Ayndin su chiqdi desa, buloq bo'ladi, masalan. Ko'zim og'rib ketdi desa, ma ko'z bo'ladi, masalan. Ma atrofimizda ko'z quloq chiqqan desa, jasus bo'ladi, masalan. Hargiz bir jumlada uch xil ma'no hammasi iroda qilib bo'lmaydi. Undan boshqa qar'i degan lafz biz oldingi darsda chiqdi oyatda. Lug'at jihatda to'hri va heyizni ifodalaydi. To'hri iroda qilsa heyiz emas, heyiz iroda qilsa to'hri emas. Ulamolar shu o'zi yetishgan, topalagan dalil qariniga qarab turib, to'hri qar'idan ya to'hri iroda qildi yoki heyiz iroda qildi masalan. Sana yil degan lafzi masalan hijriya yili, qamariya yili masalan. Undan boshqa har millatlar qo'llangan o'zining xos yillari va hammasiga ma'noda masalan. Yed desa o'ng qo'lga ma'noda, sol qo'lga ma'noda masalan. Bularning hammasi lafz mushtarak. Lafz mushtarakning ko'p ma'nosi bor, ammo ko'p ma'no bi awda mutaaddada, ko'p o'rinda, ko'p tayinlanishda, ko'p ifodalanishda ifodalanadi. Birla o'rinda ifodalanadi, bir jumlada ifodalanadi, ko'p jumlada ifodalanadi. Ya ma'u. Ana nima bunda alfozı mushtaraklar paydo bo'lib qoladi bu tilda. Bir so'zni bir ma'noga tayinlanmay, bir so'zni bir qancha xil ma'no chiqarish nima desa, bu til tadqiqotning ishi, surishib ekansa, bu til degan vaqtning o'tishiga agishib shakllanadigan shu chiqa.
bir tilning sohiblari bir urda yaşamagachqa, undaqlıqı muhit oqşmaydigan, oqşmagan şəhər, oqşmagan dövlət yaşaydigan bolğachqa, bəzilə bir sözni mavla a məna işlətsə, bəzilə al məna işlətidir. Andan til tədqiqatçıları yığıb gələn vaxtda bu aylanıb kezib etib, ma qabilidə yoki ma rayonunda ma sözni ma məna işlətidir ekan, bunun bunda mənası var. Lüğatga xatırlaydı. Andan yeni bir yer görüb ma sözni mavla bunda məna işlətidir ekan. Bu sözün ma mənası var ekan deb xatırlaydı. İki oldumu? Yeni bir yer görüp acaba bir neçə vaxtdan keyin kim muşu əhvallarında ilim mərifət alması yanında almışıb, umumlaşıb, rayonlar, marayonun adamlarının özara aralışır yanında birisi-birisinin oxşamaydigan işlediği orunları umumlaşıb bir sözün kep mənası şəkilləndirilen gap. Tabii bunda əhval bu til muhitida buluşu tabii əhval. Yani davatıda tilda elfazı müştereklərinin təbliğinin səbəbləri intayin köp olub, ən mühimi qabilələrninki, rayonlarda düşünsək bulundu. Sözlərini mənalı ifadə üçün istimal qılıb qo'llanishga ixtilof bor. Masalan, ma rayonida boshqa ma'no ishlatsa, ma so'zni a rayonida boshqa ma'noga bayatni degandek. Ba'zi qabilalar yed deganni butun ziro bilakning hammagacha, dulug'icha hammani yed deb ishlatsa, yana bir qabila yed deganni bilak bilan alqon qilamish maya va maya. Sa'id degan maya bo'ladi, ha? Yani bazı qabilalar alqon qilamish olganda yetning qancha xil ma'nosi bo'ldi hisobda 3 xil. Yet, miyag'ich, masalan, 3 xil qabilaning ichida. Masalan, andan til naqillari, naqalatul lug'a degani til naql qilguvchilar, til o'tkazuvchilar shuni muqarrarlashtirib, prinsiplashtirib, shuni qoldirdiki, yet arab tilida 3 xil ma'no o'tirida mushtarak lafzi. Shunga o'xshagan bayatman tushundirgandeklar. Yana shu sabablarning qatoridan bir söz haqiqat yo'li bilan bir ma'noga tayinlanadi. Ondan keyin o'zim tayinlangan ma'noning yo'lini g'ayrida majoz qilish. Birisi haqiqat, birisi majoz. Ondan majozning ishlatilinishi ko'payib, majoz haqiqatga aylanib qoldi. Shundan haqiqat ma'nosi bir ma'no, va ikkinchi majozning o'zgargan haqiqat ma'nosi yana bir ma'no bo'lib qoladigan gap. Ondan keyin mushu lafziningki majoziy ma'noda qo'llanishi mashhur bo'ladi. Hatto uning majozligi unutilib qoladi, yatanasa degani. Til ulemalari ma söz ma ma'noga tayinlangan deb bunda xotirlaydi. Masalan, sayyara degan lafzi, daraja degan lafzi, musarra degan lafzi, bularning hammasi masalan sayyarasi karvon degan ma'noda. Keyin mashina chiqqandan keyin mashinaga majoz bo'ladi bu. Mangan bo'lgandan keyin sayyara davrib sayyara desa mashina degan ma'nosi buningki haqiqiy ma'nosidagi bir xil holat shakllandi. Masalan, bugungi dilimizga o'xshagan sayyaraning anda ma'nosi bor, bunda ma'nosi bor degandek chiqdi masalan. Shunga o'xshaganlar masalan. Yana shu sabablarning qatoridan bir so'z bir ma'noga tayinlanadi, undan keyin shar'iy yoki qonuniy yana bir ma'noga tayinlanadi. ثم يوضع اصطلاح شرعي اصطلاح atalg'u yoki qonuniy atalg'u yana bir ma'no uchun tayinlanadi. Masalan, salat desak, o'shadan bab kitobga dafi deganlarda salat deganlarda desak, salat asli duo degan ma'nosi bor. Keyin shariat buni namoz deb qo'llandi. Qo'llanib namozda 5 vaqt o'qiydigan narsa, bizning kunlik ibodatimiz ko'payib salatning namoz degan ma'nosi xuddi asli deb hisoblanadi. Undan keyin lug'atda shunda xotirlangandan keyin biz lug'atni axtirib salatning 2 xil ma'nosi bor ekan, duo ma'nosi bor ekan, salli alayhim inna salataka sakanun lahum degandek, buning namoz ma'nosi bor ekan, aqimus salat degandek, 2 xil ma'nosi bor ekan u. Demak, qilmish tashakildigan gap aloqa. Qilmish tashakildigan gapda. Demak, endi masala u muhim emas, qanday shakllanish. Al-muhim biz shu naslada kelib qolgan vaqtda buningga o'ziga loyiq ravishda shu ishtirokligiga, qoidasiga loyiq shaklda muomala qila olsak bo'ladi. Shunga turida o'tadi. Va yan kana sababu wuqu'il ishtirak fil alfaz. So'zlardagi ishtiroklikning sababi shu sababi qanday bo'lib ketsin? Ikki ma'noning o'tirida yoki ikkidan ortiq ma'noning o'tirida mushtarak bo'ladigan alfozlar tilda oz emas. Qur'onning oyatlaridan va Rasulullohning hadislaridan bo'lgan nasladimi shar'iy naslada intayin keliglik. Bu biz yuqorida o'tganimizdek mushkil bobidan madamiki ma'nolarining birini tarjih qilishga yetkili bo'ladigan qarayni tepilsa, shu mujtahid buni ishkalligini yo'qotish kerak va shar'iy naslada kelib qolgan vaqtda bularning har maqsadni bayon qilish. Chunki tilda ko'p qo'llanilgan, ko'p tepilgan ahvol tabiiyki Qur'on hadisda ko'p tepiladi. Biz oldingi soatlik darsimizda mushkil deganning 2 turi bor. Bir so'zning 2 xil ma'nosi bo'lib, 2 xil ma'noning birini
muayyenleştirdiğin bir qarinlar tepilse bunu müşkil degan. Qarinlar tepilmasa, yani mujtahid qilinmasa bunun ismi mujmal. Qarinlar tepilse müşkil. Müşkilning masalasi kimning zimmasiga tushdi? Mujtahidning zimmasiga tushdi. Şu mujtahidlar mushtaqiliq lafzi mushtarak kelib qolgan oyat hadislarda mushuning ma'nilarining birini muayyenleştirdiğin delil faktlarda to'g'riliq izlanib, shuni qazib chiqarib, delil faktlarga tayinib, ma lafzi mushtarakning mushu oyatda yoki mushu hadisda iroda qilingan ma'nosi mavi ekan deb buni qanday qilish kerak? Va alal mujtahid ay yuzila ishkalaha. Bunda so'zlarning mushkalligini yo'qotish kerak va yu'ayyinal murad min kulli lafzin minha mushkil shakldagi alfaz mushtaraklarning har so'zdagi maqsadni muayyanlashtirish kerak. Iza warada fi nas shar'i, ya'ni shar'iy nasada kelib qolsa bu mujtahidning vazifasi. Her bir ilim o'quvchininki, ilim o'rganguchining vazifasi. Tamam. Bu meseleler aydınlaşkan bolsa, endi mushtarak sözlü buludu. Yani söz özüge algan meyle isim bolsun, yoki fil olsun, yoki nim bolsun, harf bolsun. İsimlarning ikki xil ma'noga, ikki xil ma'noga tayinlangan isimlar va fillarning bir necha xil ma'noga tayinlangan fillar va hukmlar hech bo'lmasa, harflarning bir qancha xil ma'noga tayinlangan harflar bo'ladi. Muznoqlar alohida kalida bo'lish kerak. Shu avtorda aytadi, mushtarak ba'zida ism bo'ladi, yuqorida misol keltirganimizdek, yoki fil bo'ladi. Emir siyg'isi o'xshash ijob uchun mukillat uchun mukillat bu amoylanga aydın masala. Yoki harf bo'ladi, masalan vav desak, atf uchun keladi, hal uchun keladi. Dal mushunda taraflar odamni qaydiradi, mush nuqtalarga diqqat. Hal bo'lsa boshqaroq bo'ladi ahvol. Atf uchun bo'lsa boshqaroq bo'ladi masalan. Endi shar'iy nasl kelib qolgan lafzi mushtarak lug'viy ma'no bilan shar'iy istilohiy ma'no o'tirib mushtarak bo'lib qolsa, bir so'zningki lug'viy ma'nosi bor ekan, shar'iy ma'nosi bor ekan. Tabiiyki lug'atga munosabatli kitoblar kelib qolsa, lug'at olsak bo'ladi, ammo shariat bobidagi kitoblar kelib qolsa, buningda shar'iy ma'no qo'llanishi aniqlar. Chunki shariat sohasi ma'lum. Shunda vaqtida vajaba ay yurada bihi ma'nahu al-islah shar'iy. Uning shar'iy islohiy ma'nosi qo'llanish, iroda qilinish vojib bo'ladi vaqtida. Masalan, salat degan lafzi lug'atan duoga tayinlangan, shar'an maxsus biz kunda 5 vaqt o'qiydigan ibodatga tayinlangan. Endi bu shar'iy sohada tabiiyki salat degan lafzi namoz iroda qilinishi aniq. Aqimus salat masalan. Bunun shar'iy ma'nosi iroda qilinadi. U o'simi maxsus ibodat, uning lug'viy ma'nosi iroda qilinmaydi. U o'simi duo. Masalan, taloq degan lafz desak, asli har qanday bir chegilgan narsani, ay qayd degan gap har qanday bir chegilgan narsani shish uchun tayinlangan. Taloq qo'yib o'tish, shish o'tish degan ma'noda. Lekin shar'an to'g'ri bo'lgan er ayollik munosabatini shish uchun belgilangan taloq qilib o'tish. Taloq maratan tabiiyki Qur'onda gap qolsa, biz aql shish o'tish emas, unda nikohni ajratib o'tish deb naroqimiz. Unda o'ganda ma shar'iy nasdan uning shar'iy ma'nosi iroda qilinmoqi emas. Masalan, men bir misol bergandim. Kompyuterning haliga tizginakni chashqan deymiz odatda. Chashqan masalan hozir holatda shuni misol olsak, masalan bizning atrofimizda bo'lg'achqa mututliq bir narsa bunda quruqva narsa, jonivor. Lug'at ma'nosi ma'vo. Kim buni kompyuter sohasiga kompyuterni kontrol qiladigan bir narsaga ishlatdi, chashqan deb. Endi chashqan degan so'z kelib qolsa bir yerda qaysi ma'noda qilamiz desa, agar normal yerda chashqan kelib qolsa, voy chashqan bakanma uyda desa, bu vaqtida bundan haqiqiy ma'nosi, lug'at ma'nosi iroda qilinsa, ammo kompyuter dukuniga kirib, kompyuter sotadigan do'konlarga kirib, men chashqanni birini olay degan desam, hech kim to'rt putuva quruqva haliqa narsa kelib bermaydi menga. Tabiiyki, qallaga tizlam qaysi keladi shu keladi. Shunga o'xshagan bir masala. Lug'at ma'no, shar'iy ma'no. Biz hozir shar'iy nasda, tabiiyki undan shar'iy ma'no iroda qilinishi aniqlar. Shuningdek, lug'at ma'no bilan shar'iy ma'noning o'tirida mushtarak bo'lgan har qanday bir lafzi ma'xulasamda shar'iy nasga kelib qolsa, shar'ning unudun bo'lgan murodi albatta o'zi shu so'zni shu nuqtaga ilgan ma'noga shar'iy ma'no bo'ladi. Chunki shu shari shu so'zni aslidagi lug'at ma'nosidan shu qo'llangan, shuningda qo'llangan xos ma'noga yetkigan vaqtida shu so'z shar'ining tilida o'sha shari tayinlagan ma'noga dalolat qilish uchun tayinlangan bo'ladi. Chunki shar'ning islohi bo'lgandan shar'ning tilida kelib qolgan har qanday o'rinda o'z islohi bo'yicha tushuniladigan gap. Bu birinchi qoida. Ya'ni yo'ldoshimizdagi birinchi qoida shu. Endi bu haqda
Şer'i nesli adlanmaz. Adetteki ben bayatın kompüteri dukunun misalını verdim. Şu bir misal, yerli kanun ya ki başka her kanal sahada bir söz, bir manada işletildi. Asli, kim malum bir sahaya yötkeldi o söz, biz şu saha dairesi tuğa vaktimizde şu sözünü aslında kelik ma'noda emas, şu sahada kullanılan yeni ma'noda kullanırız. Şu aptırımı dağıtıdı. Yerli kanunun nesirdi mi deydi? Bir söz nesli kep kaptı. İki manası var. Birisi logat manası. Yani birisi şu kanunun kesbi manası hem de. Ma'nan fistilahal kanuni dediğinde kanun sahası kesbi mana. Onda şu kanun sahası şu sözü işletip kalsa kaysılarda kılımız logat manası emez. Çünkü biz hazır kanun sahası şu kanun sahası. Mesela onundan kanuni manası var da kılış vacip buludu. Hele ki biz bayan kılgan sebep logay manası emezmiş. Biz bayan kılgan sebep verin. Mesela def'i hulul diyen lafzi ve ondan başka kanun diye adı kılınan bir lafzlar var. Kanuni lafzlar hem de. Bundan kanuni manada adı kılınan logay manası emez. Dabt diyen lafzi mesela, tescil diyen lafzi mesela, tescil dese aslında alakı hatırlaş diyen manada. Lekin bu kanun organları olsak her xil tescillar var mesela. Her xil alakı engel duruşlar var mesela. Bu asli logat manasida mesela dabt dese tutup saqlash degan ma'noda, ammo qonun o'rinlarida mesela hazır bizning atalığımızga JH idorasi desak mesela, bunda jamiyat amonligini qo'dashsak dabt shu bo'ladi mesela. O öz sahasi shu, onun dabtini undan boshqa yana boshqa ma'nosi bo'lishi mumkin. Grammatik sahasi kelsa dabit desa bu qoida degan bo'ladi. Saqchiqan bo'lsa dabit desa ofisir degan bo'ladi mesela. So'zning aslidagi ma'nosi bilan kimki ma'lum bir kasbiy sohada qo'llangan ma'nosi öz sahasida şu sahaning ma'nosi qo'llanildi. Biz bayatdan shar'iy nas deganimiz shunga o'xshashlar bir uqum. Menimcha tushunish bo'ldi. Bu birinchi qoida. Mushtarak lafziga munosabatlik. Ikkinchi qoida. Endi shar'iy nas kelib qolgan lafzi mushtarak bir qancha xil lug'aviy ma'noning o'tirisida mushtarak kelgan. Bayatni shar'iy lug'aviy bo'ldi. Tabiiy shar'iyni tutdik. Endi shar'iy lug'aviy emas, lug'aviy. Bir necha xil lug'aviy. Qur'on hadisda bir so'z kelib qoldi, bir qancha xil ma'nosi bo'lgan qanday qilamiz desa, u vaqtida shulardan bo'lgan maqsadlik ma'noni muayyanlashtirishni ijtihod qilish lozim. Ijtihoddan ayiramiz u vaqtida. Chunki shari lafzdan faqat bir ma'noni rad qiladi. Dedik-ku, lafz mushtarakning alohidligi bir jumlada bir ma'nosi rad. Bir jumlada bir ma'no, hammasi emas. Mujtahid qarina belge deliller bilan mushu maqsadlik ma'noni muayyanlashtirishga qanaqa dalil keltirish kerak. Masalan, qari degan lafzga kelsak, buni jiqdab ketdik-ku buni val mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru desa, hayzan tuhni o'tirdi mushtarak. Biz mushkal ustidagi gapimizda jumhurlarning ba'zininki undan maqsad to'g'ri ekanligiga, yana boshqalarninki undan maqsad tez ekanligiga dalil keltirgan mazmunlarni tafsili bayon qildik. Shu yerdan oldingi darsimizning oldingi darsi o'tdi deyman. Ondan başka bir misal, as-sariq va as-sariqat faqta va aydihuma yad degan bu zira'ning o'tirida, zira deganimiz mishag'icha. Buni hammasi zira. Qo'limizning uchidan, barmoqimizning uchidan tortib, dulumuz mana hammasi zira. Mana hammasi qo'l lekin juma yana. Yad degan lafzi mushag'ich ishlatiladi, mishag'icha. Bu ondan keyin bilak, alqon bilan bilakning o'tirdigini mayadan mayag'icha. Mana mayag'icha. Ma'ning o'tirida yani barmoqning uchidan jaynaqgacha va alqonning o'tirida, ishki bamil. Ondan keyin o'ng so'l qo'l. Demak, yad degan so'zning qancha xil ma'nosi bor desa, ma'noning hammasi yad bir xil ma'no. Ma jaynaqgacha bir yad bir xil ma'no. Ma qo'limizning big'ishigacha bir yad bir ma'no. Ondan keyin ma'umiyat. Demak, buning mushtaraklik tarafi chiqqan hamda. Qur'oni Karim hadisda qo'l to'g'riliq bir mazmun kelib, yad kelib qolsa, qaysi iroda qilamiz masalan? Endi jumhurlar, mujtahidlarning jumhurlari amaliy sunnatlar bilan shu yad degandan maqsadni muayyanlashtirishga oyatlarda qanaqa dalil keltirdi, u o'smi eng oxirgi ma'no. Ya'ni o'ng qo'l. Mutlaq gap qilgan vaqtda o'ng qo'l iroda. O'ng qo'llikmi beg'ishgacha, mishag'icha. Shunga qo'lni kesinglar degan yerda mishag'icha kesadi. Miyadan yoki miyadan kesmaydi. Ondan başka kelala degan lafzi var. Ve in kana rajulun yurasu kelalatan aw imra'atun, bu mushtarak. Lug'atan balasi yo'q, dadasidan qoldirmagan odamga ulab ketib, ya balasi yo'q, ya dadasi yo'q. Bir odam ulab ketdi, ya balasi yo'q, dadasi yo'q odamga kelala deymiz. Ondan başka o'zi balima emas yoki dadima emas, qoldirilganlarligini o'zining boshqa birini ulab ketdi, lekin ulab ketgan odam dadasi balasi emas. Bunda
Manda adını kılala deyildi. Ondan başka dadulen bana taraftan başka tuqallağın mesela manda işletildiğin gap. Endi cumhurlar muşuna qaysını qaladı dese, cumhurlarning ki mujtahidlarning cumhurlari miras oyatlarini tashirish orqali mushu oyatdagi maqsadni muayyanlashtirishga u bo'lsa birinchi ma'no deb aytadi. Bu menga tafsilot va lekin har holda biz hozir kalala degan so'zning bir qancha xil ma'no mushu oyatda bir xil ma'nosini muayyanlashtirganligimizga keltiryapmiz misolni. Ondan başqa وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ degan oyatdagi وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ degi vav lafzi mushtarak mesela. Vav'ның adətən öyrənməyimiz nəhvində ətfi deb düşündürümüz vav'ını. Hal deb düşündürümüz, yəni bu ətf üçün qollunuldu. Hal üçün qollunuldu. Əmdi ma'runda hal irada qılınsa, çəklime Allah'ın ismi tilg'i ilinmagan narsaga kelgan çəklime pasiqlik haldı buludu. Yəni Allah'ın onu bo'g'izga vaqtda Allah'ın g'ayrining ismini tilg'i olgan bo'lsa degan buludu. Agar ətf irada qilingan bo'lsa, çəklime mutlaq Allah'ın ismi tilg'i ilinmagan narsaga kelyurdi. Mayli uni bo'g'izga vaqti bo'lsin, yani bo'g'izga vaqtda Allah'ın g'ayrining ismini tilg'i olsin yoki olmasin. Masalan, ma'no xili farqlanadi juma. Halet degan vaqtimizda Bismillah demabdi bo'g'izga vaqtda. Bismillah demaslikdan boshqa Allohning g'ayrining ismini tilga olibdi. Ma'u harom. Ma'u holatning ma'nosi. Atfaga vaqtimizda xolos boshqaning ismini tilga olsin olmasin Bismillah demagan bo'lsa yig'ilmaydi. İkisini oturda ma'nojat farq chiqadi. Bu tafsirdagi bahsi yoki fiqhdagi bahsi bizning hozir demoqchi bo'lganimiz vovning ikki xil ma'nosi bor. Atfi nima holat. Mush oyatda atfi holat. Holat o'z atfi olmaydi, atfi o'z holat olmaydi. Holat bo'lganda boshqa ma'no, atfi bo'lganda boshqa ma'no chiqadi. Endi mushu mujtahidlar mushu oyatdagi vovdan bo'lgan murodni muayyanlashtirishda ikki xil ko'z qarashqa qana qildi, bo'lindi. Her tarafning o'zining bir likullin wijhatu, yani yoki wijha degani yo'li va dalili va onun tafsilotı tafsir kitoblarga bosaq bo'ladi. Har holda yuqoridagi bir necha misoldan, masalan, qarining misolini ko'rdik, yetning misolini ko'rdik, kalalaning misolini ko'rdik, vovning hozirgi vovning misolini ko'rdik. Hammasidan biz shundoq bir tushunchaga keldikki, mana bugungi darsning asosiy mazmuni mushtarak lafzi agar bir so'zning shar'iy lug'viy ikki ma'nosi bo'lib shar'iy narsa kelib qolsa tabiiy shar'iy ma'nosi rad qilinadi. Dalil kelib qolsa boshqa. Bir so'zningki lug'viy ma'nosi va shar'iy narsa kelib qolsa dalil orqali an lug'viy ma'nosi qanday qilindi? Tanlaniladi. Dalil orqali. Mushu ma'noni tushunib olsak, qolgan masala yo'q. Undan eng oxirida, darsimizning oxirisida mushu mushtarak munosabatlik muhim mazmundan birisi, mushu biz ezib ketib aran turimiz. Lafzidan ikkidan ko'p ma'nosi bil iroda qilib to'g'ri emaski, eng negizlik masala. Am bilan mushtarakning farqlantirishdagi cho'ng negizlik masala. Ya'ni birla vaqtda bir mushtarak lafzining birdan chiqqan ma'nosi teng iroda qilinmaydi. Ya au iroda, ya ma'u iroda, ikkisining birisi. Abturmida aytadi, ya'ni bi hays nasli kelib qolgan hukm birla vaqtda birdan ko'p ma'noga bog'lanadigan holat durust emas. Bi hays degani bunda holat durust emas. Ya'ni biz bir so'zdan bir necha xil ma'nosi bor. Hammani teng olib qo'ysak, hukm ma'u unda chiqmaydi. Çünkü lafzdan shari uning ma'nolaridan birla ma'noni iroda qildi. Uni ko'p ma'nodan tayinladi va da'ahu li ma'anin mutaaddida degani ko'p ma'noga tayinladi. Lekin bu ko'p ma'no bedeli almışış yo'llar. Ma'noga kes aning kelmaydi, aning kes aning kem. Almışış yo'llar bo'ladi. Ya'ni ya o söz yadullu ala hada aw zak. Ya ma'ni ifodalaydi ya ani ifodalaydi. Amma aşı sözününki birla vaqtda ma'ni va ani teng ifodalashi bu lafzini dalolat qilmaydiganligini lafzi bo'lmaydigan yerga opirish. Tahmilul lafzini bo'lmaydigan dalolat qilmaydigan yerga opirish. Ne bu dalolat haqiqat yo'llarmi chiqmaydi ya majaz yo'llarmi chiqmaydi. Unda bo'lgandan keyin oyatdagi qaridan birla vaqtda ham tuhri ham hayz degilinmaydi. Chunki farqlanadi oxiridan chiqadigan hukm. Hayz bo'lib qolsa tutadigan iddat Törop qalsa tutduğu iddet oxşamaydı ikisi. Yani mutallaq ayol agar xolisa 3 athar
iddet tusumu buludu. Eğer halasa 3 heyz iddet tusumu buludu. Lekin hem bir la vaqtda ethar, hem bir la vaqtda heyz iddet tutanmaydı. Çünkü lafzi mananga dalalat yo'llardan qanday bir yo'llar bilan dalalat qilmaydi. İkisini teng arada qilib chiqmaydi unda ma'no. Shuningdek, yerlik qonunlarning ahvoli shu. Yerlik qonunlarda lafz mushtarak kelib qolsa bir qancha xil lug'viy ma'no o'tirdi. Shari iroda qilgan ma'noni bayon qilmasa, qana qiladi desa, ma'noni muayyanlashtirishda ijtihod qilish vojib. Ya qonundagi boshqa narsalarning vasitasi bilan bo'ladi, yoki qonun chiqarish prinsipiga qoidalar bilan bo'ladi. Har holda xulos kalam lafz mushtarakdan, bir nasdagi lafz mushtarakdan birdan ortiq ma'noni bir vaqtda iroda qilib bo'lmaydi. Chunki lafz mushtarak birla ma'noga tayinlangan bo'ladi. Lekin osh bir ma'no ikki uchni o'tirida aylanadi. Lafz mushtarak deganimiz ifodalanishda bir ma'noga tayinlangan bo'ladi. Asli lug'at tayinlanishda bir qancha xil ma'nosi bor, lekin bir jumladagi ifodasi bir ma'no. Ya au ya mau ya mau. Yani ikki uch ko'p ma'noni o'tirida aylanib turib ya ani ya mau lafz mushtarakning cho'ng alohidligi. Mushun tushungan bo'lsak, bugungi darsimizning asosiy maqsadi ado topgan bo'ladi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.